Havo Max 490 ta ot kuchi ekan, 24700 dollar. Mana shu joyida. Yakka mos, tak alyuminiy diska ras. Demak, ikkita aytaylik baki bor ekan. Ikkita baki. Demak, nimasi bor yana buni? Podushka ekan, yakka mos podushka. Tak, diska обычный, задний oldidagisi alyuminiy. Xo'p, retardosi yo'q ekan lekin. Retardosi yo'q ekan. Mana shu mashina ekan. Maskirovka bo'lmagan, radnaya kraska turibdi, hamma yo'g'ida kraska sepilmagan. 2022 12-oy ekan. Avtomat korobka. Avtomat korobka ekan, demak, salon такой свеженький ekan. Taxometrdan ikkitani qo'yib qo'yibdi. Kolonkalari, konditsioner luki yo'q ekan tomida. Mana shu mashina ekan. Oynalari butun ekan. Qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp nomerimiz doim ishlayapti. Hammaga rahmat. 460 ta ot kuchi 15500 dollarga almant olib qo'ydim sizlarga. Yakka mos ekan, tanishib chiqamiz. Ikkita spalni, konditsioner, taxometrdan ikkita bor ekan. Xo'p, avtomat korobka ekan. Salon такой нормальный ekan. Oynaga butun ekan. Mana shu mashina ekan. ZF korobka. Demak, retardosi bor. Risol ekan, bitta nosi. Katta bitta baka bilan kichkina bitta baka bor ekan. Mana shu mashina ekan. 2020-yil 12-oy ekan. Balonlari 40-50% qolgan. Balon почти yo'q deb hisoblayverasiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 2022-yilda ishlab chiqarilgan 1-oy. 460 ta ot kuchi 19000 dollar. Joyida yakka mos podushka. Avtomat korobka ekan. Refchani ulab olib, gazini berib ketaveradigan mashina ekan mana shu. Chotka ekan lekin. Taxometri bor, demak, konditsioneri bor, fortichka, ikkita spalni. Salon такой свежий, ushatinli emas. Mashina normalniy mashina ekan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 460 talik. Demak, vichay motor bo'lish kerak bu. Bitta nusi, retardosi yo'q ekanda, o'sha kishi. Retardosi yo'q ekan. Bitta nusi ash ekan, atak ikkita baka bor ekan. Podushka. Qanaqa ekan bu? Baraban. Xullas 19000 dollarga. Retardosi yo'qligi uchun turibdi, buni olmayapti odamlar. Lekin kimga retardo kerak bo'lmasa, olsalaring bo'ladi. Mana shu mashina ekan. Puliga yarasha ekan xullas. Mana oqidan so'raganlarga faqat retardosi yo'q. GH6. Hammaga rahmat. Donfen so'raganlarga 12600 dollarga Donfen topib qo'ydim. 560 ta ot kuchi ekan. Xo'p, oldi diskasi alyuminiy. Mashina bilan tanishib qo'yamiz. 2020-yil 4-oy ekan. Salon такой свежий, приятный ekan. Xolodilnigi yo'q ekan, g'aladon ekan bu. Donfen so'raganlarga bunaqa narxga hadeb ham chiqavermaydi. Oynagida treshina bor ekan, ko'rinyaptimi? Oynagida treshina, torpedalari yaxshi. Konditsioner, bardachoklari, taxometri, xullas все как надо. Retardo mashinani ishlatilgan, aytaylik maskirovka qilinmagan, kraska sepilmagan, motori. Risol ekan bitta nusi. Bitta nusi risol. Singan joylari bor ekan. Kim oladigan bo'lsa, tepasida yana ko'rsatib, jonli vizitda gaplashaveramiz. Diagnostika, remont, zamina rezina, полный komplekt usluga предоставлять qila olamiz. Любой davlatga dostavka bor. Mashinani vidi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat. Ancha-muncha mashinalardan balandroq turar ekan. Ancha-muncha mashinalardan 25800 dollar. Mana shu joyida. Kimga qiziq bo'lsa, 540 ta ot kuchi ekan. Alyuminiy diska, orqasi обычный diska, retardosi yo'q, lekin ZF korobka. Podushka ekan. Zo'r ekan lekin. Zo'r ekan, podushka. Faqat shu bitta nusi
retardosi yo'q. Videoni to'xtatib ko'rsalaringiz ham bo'ladi esli cho'ga. (2023) 4-oy O'zbekistonga o'tmas ekan bu, boshqa davlatlarga o'taveradi. Qadimligi yo'q ekan, lekin bardachok ekan, spalnisi keng ekan. Priborlari avtomat korobka ekan. Tomyan vashi afrikanskiy ekan. Konditsioner, priborlari, kameralari, xullas, что только нету deydi-ku, shopir ham ko'rib turishar ekan. Kameralar, datchiklar naval ekan bunda. Короче, mashinani ishqibozi mingan ekan. Haligi отслеживать qilib turish yaxshi ko'radigan odamlar ishlatgan ekanda. Shunaqa ekan xullas. Juchoq qo'yib qo'yishadi-ku. Shunaqalab minishgan ekan. Puchnoy, tuda-suda, voy. Zamonaviy lashkan mashina ekan. Fanariklar, datchiklar, priborlar, telefon zaryad qiladiganlar, USB kabel, tuda-suda. Fortishga qo'ymabdi-da, faqat shunisiga. Xullas shu ekan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat. 2020-yil 5-oy $13,500 avtomat korobka 540 talik Risol. Retardosi bor. Orqalari обычный diska, oldi alyuminiy diska. Avtomat korobka, ikkita spalni, konditsioner, taxometr. Xullas, mashina более-менее $13,200. Salon такой свежий, приятный. Ушатанный, грязный emas. Monitorlari, bardachoklari. Xullas, mana shu mashina ekan. Puliga yarasha ekan. Qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga katta rahmat. 560 ta ot kuchi $13,200. Kimga qiziq bo'lsa, retardosi bor, qo'shmoz, faqat Risol. Tanishib qo'yamiz. 2020-yil 6-oy. Salonlari yaxshi, более-менее. Ikkita spalnisi bor, konditsioner, avtomat korobka. Kimga qiziq bo'lsa, yana ko'rsataveramiz. Jonli yuzdan aloqaga chiqaverasiz. Mana. Такой нормальный, свежий salon ekan. Unaqa ushatinli emas. Более-менее mashina. Demak, ZF korobka, mana motori. Mashina maskirovka bo'lmagan, qanday turgan bo'lsa o'shanda o'tiribdi. Kraska sepilmagan, balonlari почти tugagan balon. Puliga yarasha ishlatadigan mashina ekan. Kimga qiziq bo'lsa olaverasizlar. Mashina qidirib yurganlar juda ham ko'p, lekin именно shunaqa narxga siz topa olasizmi? Savol. Mana $13,200. Любой granitsaga dostavka bor. Faqat bu O'zbekistonga kirmaydi, yili pas. Hammaga rahmat. $13,200, 360 talik ekan. 2021 4-oyda ishlab chiqarilgan. Yakkamoz, oldi ikkita diskasi alyuminiy, orqasi обычный, balonlari fukruk более-менее. $13,200 ga kimga qiziq bo'lsa, shu mashinani yetkazib beramiz. Tanishib qo'yamiz. Granitskiy korobka ekan. Kim oladigan bo'lsa, to'liq video obzor qilib bera olaman. Jonli vizitda ko'rsata olaman. WhatsAppdan telefon qilaverasiz, ko'rishib gaplashaveramiz. Faqat buni ikkita nusi bor ekan, demak retardosi yo'q, Risol bu ham. Balonlari yaxshi lekin Risol. Retardo meyo deb qo'yadi, yo'q ekan. Mana mana shu mashina. Hammaga rahmat. 2023-yil 8-oy. Любой государствоga проходной deb o'ylayman. Demak 470 talik Alman GTL komplektatsiyada yakkamoz, oldi ikkita diska alyuminiy, orqasi обычный. Balonlari fukruk hammasi yaxshi. Avtomat korobka, ikkita spalni, konditsioner, taxometr, priborlari, bardachoklari. Xullas hamma yo'q chotki ekan mashinani. Puliga arzirkan, lekin $24,700 mana shu turgan joyda любой государствоga yetkazib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Demak, ikkita baki bor. Retardosi yo'q. Risol. Shu narxga kimga qiziq bo'lsa, WhatsAppdan telefon qilsalaring bo'ladi. $24,700 joyida, mana shu yerda. Mana shu mashina ekan. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.